Aynan mana Navruz haqida ko'p gapiryapmiz va o'zi asosan mana shu Navruz qanday kelib chiqqan, uni bugungi kunda yurtdoshlarimiz tomonidan belgilanishi, nishonlanishi, tantana etilishini sabablari, omillari qayerdan paydo bo'lgan, bular haqida batafsil suhbatlashish uchun studiyamizga mehmonlarni taklif etganmiz. Xorazm viloyati pedagogik mahorat markazining ijtimoiy-iqtisodiy fanlar metodikasi kafedrasi o'qituvchilari Nilufar Ahmedova hamda Qizlarxon Qadamovalarni biz studiyamizga taklif qilganmiz va ularni birgalikda qarshi olamiz. Marhamat. Marhamat. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Bugun studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Joylashib olaylik. Albatta, bayram kayfiyatida aynan mana shunday bayramlar og'ushida sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Haqiqatda bahorni bejizga ayollarga qiyoslanmaydi va aynan bahor kirib kelishi bilan birgalikda ayollarning bayrami va ana undan keyin fasllar kelinchagini o'sha gultoji hisoblangan Navruz umumxalq bayrami katta ko'tarinki kayfiyatda, o'sha xorazmchasiga aytadigan bo'lsak, og'zibirchilikda o'tkazilishi bu nafaqat bizni vohamizda, balki butun respublikamizda hukmron bo'layotganini guvohi bo'lmoqdamiz. Navruz ayyomida o'zi aslida momolarimiz, o'sha bolalarimizni ham umumxalq bayramida o'ynaydigan o'yinlari bilan boshlanib ketadi. O'sha beshtosh o'yinlari, balki o'sha bolalikdagi chillak o'yinlari bor, varrak uchirish bor. Bular o'zi umuman Navruz bayramini kelib chiqish tarixi haqida ma'lumot bersangiz va biz qaysi manbalardan buni o'rganishimiz mumkin? Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli Xorazm telekanalini boshlovchilari va aziz mehmonlar. Barchangizni kirib kelayotgan qo'shaloq bayramimiz, Hayit ayyomi va Navruz ayyomi bilan Pedagogik mahorat markazi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Samimiy qutlovlarimizni bildirib qolamiz. Hammamizga ma'lumki, Navruz bayrami Fors, tojik va turkiy xalqlarining qadimiy bayramlaridan biri hisoblanadi. Tarixiy manbalarda keltirilishicha va olimlarning fikriga ko'ra, Navruz ayyomi qadimiy zamonlardan Zardushtiylik dinining vujudga kelishigacha bo'lgan asrlarda vujudga kelgan degan fikrlar bor. Qadimdan Navruz ayyomi Sharq xalqlarining muqaddas ayyomi hisoblangan. Va turli tarixiy manbalarda Navruz ayyomini vujudga kelishi to'g'risida turlicha mulohazalar yuritiladi. Tarixiy manbalardan misol keltirmoqchiman. Misol uchun Hazrati Alisher Navoiyning Tarixi Mulki Ajam asarida, bundan tashqari Narshahiyning Buxoro tarixi, Firdavsiyning Shohnoma asarlarida va Umar Xayyomning Navro'znoma asarlarida Navruz ayyomining vujudga kelishi tarixi haqidagi ma'lumotlar keltirilgan bo'lsa, Mahmud Qashqoriyning Devoni Lug'ati Turk asarlarida Navruz ayyomiga bag'ishlangan xalqimizning milliy qo'shiqlari haqida ma'lumotlar keltirib o'tiladi. Yuqorida nomlari keltirilgan manbalar yuqorida aytib o'tganimizdek turlicha mulohazalar yuritilgan. Masalan, Hazrati Alisher Navoiy va Firdavsiyning asarlarida va Narshahiyning asarlarida Navruz ayyomining vujudga kelishi afsonaviy Shoh Jamshid nomi bilan bog'lanadi. Aynan o'sha Firdavsiyning Shohnomasida Navruz ayyomining vujudga kelishi haqida shunday ma'lumotlar keltirilganki, Shoh Jamshid yurtga yaxshilik qilish niyatida ularga hunar o'rgatgan, tabiblik sirlarini ochgan, temir eritib, qurol quydirgan va hatto imoratlar qurdirib, bog'lar barpo qilganligi to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi va aynan o'sha ishlar maromiga yetib meva berganida taxt yasab osmonga uchgani haqida va aynan o'sha kuni Navruz nishonlanganligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilib o'tiladi. Ha, bu afsona. O'sha Narshahiyning Shohnoma asarida ko'rsatib o'tilgan. Aynan o'sha kuni Navruz nishonlangan degan ma'lumotlar keltiriladi. Bundan tashqari Narshahiyning Shohnoma asarida qadimgi Xorazm shoh Siyovishning qabrining boshida Navruz kuni xo'roz so'yib marosimlar uyushtirgan va bu voqeaga qariyb 3000
yil bo'lgani haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari boshqa atoqli olimlarning manbalarida keltirilishicha, Navro'z ayyomining nishonlanishi bundan 3000 yil muqaddam va hatto undan ham oldinroq nishonlangan degan ma'lumotlar keltirilgan. Yuqorida ko'rsatilgan tarixiy manbalardagi ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, Navro'z ayyomi nishonlanishi bizning tariximizning tub zamiriga borib taqaladi. Va aynan hozirgi kunda sharq xalqlarining eng muqaddas va hayotbaxsh ayyomi sifatida nishonlanib kelmoqda va qadrlanadi. Zardushtiylik dinidan ma'lumki, biz 4 unsur muqaddas hisoblangan: quyosh, havo, tuproq, suv, endi olov. Endi quyoshni biz olov deb ham yuritamiz. O'sha muqaddas hisoblangan olov aynan shu Navro'z kuni yoqilgan ekan va tabiat uyg'onishi hisoblangan ekan. Aynan o'sha Zardushtiylik dinida inson va tabiat uyg'unligi sifatida Navro'z ayyomi nishonlanadi deb qaraladi. Rahmat. Galdagi suhbatdoshimizga yuzlanamiz. O'zi umuman mana shu sharq mamlakatlarini olib qaraydigan bo'lsak, hozir mana yuqorida aytib o'tdi hamkasbingiz, sharq mamlakatlari ko'tarinki kayfiyatdan shu qaysi davlatlar asosan ko'proq nishonlaydi Navro'z shodiyonasini? Biz bilamiz, qardosh respublika, qardosh xalqlarni bilamiz, urf-odatlari ham, an'anaviy dasturlari ham bizga o'xshash bo'lganligi uchun bilamiz, lekin kengroq miqyosda olib qaraydigan bo'lsak, sharq mamlakatlari deganda qaysi davlatlarni biz misol qilib keltirishimiz mumkin? Asosan bugungi kunda Navro'z bayrami ko'plab davlatlar tomonidan nishonlanib kelinmoqda. Bunga eng avvalo shu UNESCO tomonidan 2009-yil 30-sentyabr kuni aynan shu Navro'z ayyomini nomoddiy va madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilganligi bunga misol bo'la oladi. Va bunga misol tariqasida 2010-yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh ansambliyasi, ya'ni 64-sessiyasida 21-mart xalqaro Navro'z kuni sifatida nishonlanishi e'tirof etib o'tilgan. Ya'ni hozirgi kunda bu bayramni ko'plab davlatlar nishonlaydi. Yaqin Sharq, Eron va O'rta Osiyo davlatlari. Bunga misol tariqasida bizga yaqin bo'lgan Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Qozog'iston davlatlari keng nishonlaydi va bundan tashqari Ozarbayjon, Turkiya, Afg'oniston va boshqa davlatlarni bunga misol tariqasida keltirsak bo'ladi. Aynan shu kuni bu mamlakatlarda milliy taomlar, milliy urf-odatlar va bundan tashqari sport o'yinlari tashkil qilinib nishonlanishadi va Afg'onistonda hatto bu kunni dehqonlar kuni sifatida ham nishonlanishi e'tirof etib o'tilgan. Yaxshi ma'lumotlarga ega bo'ldik, Xo'janyoz. Ana endi keling, bitta lavhaga navbat taqdim etamiz. Dasturimizda o'rin olgan navbatdagi lavhani efirga uzatamiz. Qadrli yurtdoshlar, bizdan uzoqlashmang, lavhadan keyin hali qiziq jarayonlar oldinda.